Joriy yil boshidan bugungi kunga qadar inson o'limi bilan yakun topgan yo'l transport hodisalarining aksariyati haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan yoki transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslar tomonidan sodir etilgan. Bu shunchaki raqam emas, bu o'z uyidan sog'-omon chiqib ketib, endi hech qachon qaytib kelmaydigan insonlar taqdiri. Bu farzand dog'ini ko'tarib yashayotgan ota-onalar, otasiz yoki onasiz qolgan bolalarning og'rig'i. Ko'pchilik orasida shunday fikr uchraydi. Menda haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa ham ayrim guvohnomasi bor haydovchilardan yaxshiroq mashina haydayman. Ammo transport vositasini boshqarish huquqi faqat avtomobilni harakatlantirish qobiliyati bilan emas, balki yo'l harakati qoidalarini bilish, xavfni to'g'ri baholash va turli vaziyatlarda oqilona qaror qabul qilish ko'nikmalari bilan baholanadi. Haydovchilik guvohnomasi aynan shu bilim va ko'nikmalarni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Sud tomonidan haydovchilik huquqidan mahrum qilish jazosi ham bejizga qo'llanilmaydi. Bu haydovchining harakatlari boshqalar hayoti va xavfsizligi uchun jiddiy xavf tug'dirganini anglatadi. Eng achinarlisi shundaki, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilingan yoki hali voyaga yetmagan ayrim shaxslar rulga o'tirishni jasorat yoki mahorat deb o'ylaydi. Ular uchun bu bir necha daqiqalik zavq bo'lishi mumkin, ammo o'sha zavq kimningdir butun umrini kulfatga aylantirishi mumkinligini o'ylab ham ko'rishmaydi. Tezlikka bo'lgan qiziqish yoki menga hech narsa bo'lmaydi degan xato ishonch oqibatida insonlar yaqinlaridan judo bo'lmoqda. Yo'ldagi har bir bee'tibor qaror ortida inson taqdiri turganini unutmasligimiz kerak. Afsuski, og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarining katta qismi aynan ana shunday mas'uliyatsiz qarorlardan boshlanadi. Har safar guvohnomasiz yoki haydovchilik huquqidan mahrum qilingan holda rulga o'tirgan inson nafaqat qonunni buzadi, balki o'zining va atrofdagilarning hayotini ham xavf ostiga qo'yadi. Ana shunday holatlarni oldini olish uchun endilikda ko'chalarga o'rnatilgan zamonaviy foto va video qayd etish kameralari tezlik va boshqa qoidabuzarliklar bilan bir qatorda haydovchilik guvohnomasisiz transport vositasini boshqarayotgan shaxslarni ham yuz tasviri orqali maxsus tizim yordamida aniqlab boradi. Ma'lumot uchun, haydovchilik huquqidan mahrum etilgan shaxs transport vositasini boshqarsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarimaga tortiladi. Agar ushbu huquqbuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin yana takroran sodir etilsa, haydovchi Jinoyat kodeksining 261.2 moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, haydovchilik guvohnomangiz yo'qmi? O'zingiz va o'zgalar xavfsizligi uchun marhamat, yon o'rindiqqa o'tiring. Avtomashina boshqaruvini tajribali haydovchiga topshiring.